Xullas qadrdonlar, assalomu alaykum. Lasetti ishqibozlari, Lasettilarda bombalaridan chiroyli qilib syomka qilib berganman. Bittadan like-ni bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz, xudo xolasa biz xizmatdamiz. Lasetti ishqibozlari uchun toza bunaqa biru oltilari bor, avtomatlari bor. Qisqasi cho'ntagida nechta puli bo'lsa, Lasetti qilib beramiz deganlarni ham syomka qilganman. Albatta qo'llab-quvvatlab kim qayerdan ko'ryapti yozib ketish esdan chiqmasin. 28-mart kirib kelayotgan hayit bayraminglar barchalarga muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Do'stlar, bilamiz, Rossiyaga ishlagan ketgan har bir musofirning asosiy maqsadi uyiga, oilasiga ko'proq pul topib yuborish. Biroq rubl kursi har kuni, hattoki har daqiqada o'zgarib bormoqda. Aynan mana shunday vaziyatda Rossiyadan O'zbekistonga eng yaxshi kurslarda va hech qanday ortiqcha ma'lumotlar kiritmasdan tezda va osonlik bilan pul yuborishingiz uchun sizga ajoyib dasturni tezda mobil ilovasini taklif qilib qolaman. Bu ilova orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga eng yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Ilovani qayerdan topamiz desangiz, ilovani yuklab olishingiz uchun video ostidagi linkni ustiga bosing yoki App Store va Play Marketdan tezda ilovasini yuklab olishingiz mumkin. Tezda sizni ishonchli va tezkor hamrohingiz. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim deb boshladik unda qadrdonlar, Lasetti ishqibozlari. Qorasidan ko'rsating deb ko'pchilik aytadi, qoralari kam chiqyapti, faqat oqlari chiqyapti. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, ikkita sapachoyda kraskasi bor ekan, qolgan joyi top-toza. Balon holatlari ham yomon emas, o'rta. 1.8 lyuks konditsioner Lasettimiz sotuvda 200 ming yurgan. Aka, buni 6200 kami bor aytyapsizmi? 6200 ozgina kamini qilib beramiz deyapti akamiz. Savdo bo'lmadi hali, yo bo'ldimi? Bo'lmadi. Andijon mashina bozoridamiz, xudo xolasa. Generalni chiqadimi aka? Chiqadi. Generalni chiqadi. Variant barter degan narsalar qanaqa bo'lyapti aka? Necha pul bo'lishi kerak variantga boshlanishi? 3000 bo'lsa, bu yoqni kelishasizlar. Qayergacha bera olamiz aka? Yilda oxirigacha. Yo'q, manzil vodiy bo'ylab beramizmi? Shu vodiyga. Vodiy bo'ylab beramiz aka, xudo xolasa. Buni metani qanaqa? Metanmi, propandanmi? Metanda. Metallari bor, xudo xolasa. Ishlarini ham ko'rsataman. Motorda hech qanaqa rasxoti yo'q deyapti. 200 ming yurgan aka, 200 ming yurgan. Halol pok yurgan deyapti. Xohlagan ustalarga tekshirtirib olasizlar. Bizga hech qanaqa nima yo'q, nima deydi, borini ko'rsatib aytib deb turamiz. 6200 kami bor. Variant 3000 bilan chiqiladi. Barter bormi yo'qmi? Bor. Devo mashinalari bor. Tikos bo'lsa-chi aka? Bor. Tikoga ham barter qilasizlar. Malades aka. Chimchas Tiko to'g'atmayapti, lekin mana Tikolar bo'lsa, Lasetti qilib olsanglar bo'ladi. Nomerni ayting aka. 93lik 778 43 87 mana generalni chiqargan. Ikkita sapachoyda bor ekan, xolos kraska. Bir qator ichini ham yengil ko'rsatib qolaman. Tonirovkaga ruxsati yo'q, gayigacha deyapti. Yomg'irda qo'ldan kelganicha syomka qilib beryapmiz. Kamchiliklar bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Mana do'stlar, ichki holatlari mexanika 1.8 lyuks konditsionerida. Xullas, mashina yomon emas, yaxshi. Yoqsa chiqarasizlar. Mana do'stlar. Xo'p, navbatdagimiz oppog'idan 11-yil 1.8 lyuks konditsioner 259 yurgan dehqon akamiz ekan. Mana o'zlari minib yurgan mashina. Xo'jayini nomida ekan mashinamiz. Generalidan muammo yo'q. Pulini nech pul aytyapsiz aka? Aka 5800 so'rayapmiz. Motor korobkaga 100% javob, masladan maslagacha. 5800 kami bor. Hech qanaqa rasxoti yo'q. Gazlari bor aka? Gaz 100 talik. Faqat naqd pulga beramiz, a? Faqat naqdga gaplashamiz. 4000 puli borgan variantga gaplashaveramiz. 4000 puli borgan picha qolgan kelishib qolib nima qilaveramiz. 4000 pul kerak hozir qisqasi. Kerak. O'zingizlar haydab yurgan mashina. Nomerni aytib qo'ying, keyin mashinani ko'rsatib. 94lik 308 78 73. 94lik 308 78 73. Qayerda mashinasi aka? Marhamatli mashina. Marhamatli mashinasi. Gap yo'q, bir qator. Qator ishlarni ko'rsatib qo'yaman. Hozir to'g'risi qiziqishyapti ham. Bir qator sekin ruxsatni oldimda. Mabodo nasib endi avvalosi. Sizlar minib yurgan ekan, mana holat yomon emas. Pechkalar ishlab turibdi. Motordan motorgacha. Mana masladan maslagacha sanaqa rasxoti yo'q deyapti. Bizga ishonyapti. Masalan, yoqib qolsa chiqarasizlar. 4000 puli bo'lsa, shunday berib yuborishaverar ekan mana do'stlar.
Qani, Dehqon akamiz izlashda davom etamiz. Albatta bittadan like bosib, qayerdan ko'ryapti, yozish esdan chiqmasin do'stlar. Xo'p, qadrdonlar, navbatdagi Lacetti'miz ham oppoq rangda 2011-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 500 chemta ham yurganini aytib o'tdi. 500 chemta ham yurgan. Xo'p. Shtampovka diskalarda balon holatlari ham yomon emas, o'rtacha. Mana bu orqadan ko'rinish holati. 2011 1.8 mexanika mashinamiz. Hozir qator yengil so'rab beraman. Buni kraskasi qanaqa? Kraskasi bu 4 ta detalida bor. 4 ta detalida bor aka. Bu 5 endi ta detallar bo'ladi. o'zingizlar minib yurgan mashinami yo tirikchilikda? Mahallamiz mashinasi. Mahallani mashinasi. Generalni chiqar ekan, xudo xolasa. Qancha aytyapsiz endi yaqinroq ayting. 5200 ga beramiz aka. Berib yuborishingiz 5200 xudo xolasa. 5100 bersin aka, ana bizdan nima ketdi? Nomerlar qilsa 5000 ga ham berib berasiz endi. Bu odamning o'ziga bog'liq. Nomerni aytingchi aka. 90lik 140 90lik 140 36 66. 36 ga mana do'stlar 28-mart yomg'irda olyapmiz xudo xolasa. Mashina bir 5 ta detalga kraska bor, ichiga o'tmagan deyapti. Oldi orqa butun ekan. Yoqsa qiziqsanglar chiqaverasizlar aloqaga. Albatta O'zbekiston vaqtini e'tiborga olib. Savdoingiz bersin aka. Xo'p. Davom etamiz qidirishda. Mana shunaqa Lacetti'lar syomka qilish oson emas, sababi bitta joyda terilib turmaydi, lab bo'ladi singari. Bu yerda terib olaveramiz. Mashinadan berib chiqib olgan odam maza qilib minadi uyga. Xo'p, hoji bobo. Qadrdonlar, navbatdagi Lacetti'miz 2011-yilda ishlab chiqarilgan, 375 ming yurgan ikkinchi pozitsiya. Kraskada petno bor deyapti. Xo'p, gazlari bor. Barterga ham kelishadigan xonasi bor ekan. 77lik 10002 04. Shtirga 6500 kami bor aytilyapti mana. Mashina o'ta tiniq holatda turibdi, ko'ryapsizlar. Lacetti ishqibozlar uchun aytilayotgan bu gap. Ochiqcha maqtayapsiz, u bu degan gaplarni gapirmanglar, iltimos. Borini bor, yo'g'ini yo'q aytib ketaveramiz. To'g'ri, qimmat mashinalar, lekin bir yilgi oldingi narx-navolarni ko'rsanglar, ancha tushgan. Mana ichki holatlari Astagfirullah de. bir yilgi narxlardan ancha tushgan. Og'ada suv bor. Ko'rib ko'rasizlar. Xo'p. Barter qanaqa endi mashina bo'lishi kerak? Nexia'ga, Lacetti'ga, Damas'ga qanaqa mashinada barter qilaveramiz? Kelishgan holatda. Tikosi bo'lar bo'lsa-chi? Tiko'si yaxshi olsa olaveramiz buni ham. Tikoga ham kelishib ko'ramiz-a, gap yo'q. O'sha nomer siznikimi? Ash men nomerim. 77lik 1000204 ga aloqaga chiqa olasiz. Dokument, notariusda qo'yiladi, любой dokument chiqadi. Bo'ldi, notariusda pul sanaladi. Любой dokument chiqadi. Generalni xullas. Dokumentdan muammo yo'q ekan mana do'stlar. Xullas qidirishda davom etamiz. Qadrdonlar, navbatdagi Lacetti'miz diskalarda xo'p, oppoq rangda. 10 dedilar yilini. 2010-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Xullas 1.8 qisqa qilib olib o'tishga harakat qilaman. 1.8 xudo xolasa. Kraskasini qanaqa dedingiz buni o'ziga? Kirilo qismaga radno kirilo. Kirilo, bitta kiriloda bor-a? Ha. Yurganichi buni? 278 ming. 278. Puli qancha aytilyapti? Yaqinroq qilib ayting-da. 6200 deyapti. 6200. Kamini qilib berasiz xudo xolasa. Albatta. Generalni chiqadimi? Chiqadi. Gazda, benzinda yuribdi shovullab. Yuradi. Motorda, hadovoyda ishlari bormi, yo'qmi? Yo'q, hadovoyda ish yo'q. Motorda ham ish hamma joyida. Minsa bo'ldi. Bitta aloqaga nomerni bering unda, hoji bobo. Nomer, telefon nomer 91lik 91lik 484 484 0965. 0965 mana O'zbekiston vaqtini e'tiborga olib sekin aloqaga chiqib olsanglar bo'laveradi. Bunisi kimdan aka? Buni egasi hozir ichida o'tirib adashmasam ma'lumot bersa sizlar uchun aytib o'taman. Xo'p. Assalomu alaykum. Yili qanaqa buni aka? 2010-yil. Ha? 1.8 1.6 1.8 mexanika. Mexanika. Kraska qanaqa aka? Kraska 3 ta detalli kraska bor. Yurganichi? 280 bo'ldi. Motor, korobka, hadovoy zo'r. Benzinda yuribdi. Gaz, benzin yuribdi. Polni shumka. Gaz. Nech pul aytilyapti endi? 5800.
5800 Kami bor. kami bor xudo Mashina xolasa. yurishtirishi zo'r. Variant barter degan narsalar bormi aka? Iloji boricha Naq puliga generalni qilib berasiz. yo'q, o'tkazadi. O'tchisa 30 ga kelishasizlar ekanda, xudo xolasa. Nomeringizni ayting aka. 97lik Aha. 284 8007. Gap sodingiz bersin aka. Mana do'stlar. Qolgan qolib ketgan ma'lumotlarni erikmasdan telefon qilib so'rab qo'ysanglar bo'laveradi. Endi men bu yerda turib olib qo'lni ushlab olib sodalashga vaqtim ham yo'q-da birinchidan. Ikkinchidan to'g'ri tushuninglar. Yomg'irda mana tushgisi ham kelmayapti. Yomg'ir sovib ketdi havolar. Qiziqqan odam telefon qilib oladigan odam ko'rib ham kelaveradi, pul rasxod qilmasdan. Qisqasi mashinalar ichida har doimgidek erkak mashinalardan syomka qilishni davom etamiz. Bu yerda o'sha ukamiz mashinalari bor. Hatto tikoyingiz bo'lsa ham, cho'ntagingizda nechta pul bo'lishidan qat'iy nazar kelishtirib beradigan xonasi bor. Lasettilar xudo xolasa. Uka hormang. Charchamayapsizmi? Alaykum assalom. Rahmat. Savdolar bo'lyaptimi? Kechimiz aka. To'q turibdimi? Ha, aloqadamiz aka. Puli borga beryapsizmi? Xudo xolasa chiqarib. Xudo xolasa aka, nasib qilganga, harakatlanganga bor. Qiziqqangaki bor, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, ukamiz основной Lasetti'da. Ikkitasi aytib berdi. Siz akangizmi yoki ukangizmi o'xshaysizlar ekan. O'zinglar mayli shunchalik anaqa. O'zinglarni mashinalarni mashina purishmisiz deb bunday aytganda. Endi biz mayli nima deysa deyishaversin. Masjidda tanishganmiz siz bilan, to'g'rimi? Hech qanaqa bir o'tirib choy ichgan joyimiz yo'q hali. Ashkunlar yetishsin. Keyin yana bitta gap, mana shu gapingizga. Andijonda xalqi aka-ukamiz bir-birimizga o'xshaymiz. Yo'q, to'g'ri. Endi hali har xil odam borligi uchun har xil o'ylashyapti-da. Mashina ukamizga qarashlik. Nimaga men ko'zi bir xil. Nimaga har doim qo'shib ketaman? Sabab tikosi bo'ladimi aka? Cho'ntagida qancha pul bo'lsa ham Lasetti olaman deyotgan bo'lsa, men qilib beraman aka degan uchun har doim erikmay kelib qo'shib ketaman misol. Rahmat. To'g'risida qancha munchasi tikoga almashtirmayman deganlar bor-da misol. Nexia desiz, yo'q Nexiaga ham emas. Bu yog'iga tepasiga deyapti-da. Shuning uchun matizingiz bormi, tikoyingiz bormi, qisqasi cho'ntagingizda nechta pul bo'lsa ham telefon qilsangiz kelishtirib beradigan joyi borligi uchun sizlarga foydasi tegsin deb qo'yib ketaman. Qolmasam ma'lumotni boshlaylik aka. Mana o'rnimiz 13 16 avtomat. 239 ming yurgan. Bitta orqa krilosda kraskasini o'zimiz tizadi, pastga septirib qo'ydik bezakka. O'zimiz nomimizdagi. Libodagi met Libojaga bo'laveradi. Shtirga nech pul bu masalan? Aka, shtirga siz kanalingizdan kelganga 7,5 dan o'tib beraman. 7,5 kami bor. Yilini nechi dedingiz? 2013 16 avtomat. 2025 yangi gaz ballonlarigacha ichlarini ham bir ko'rsating, obzor qiling, yo'qmasa aytaveradi. Gap minadi, ko'radi, yo'qsiz, minishingizga boshqasiga hech qanaqa bir pretenziya yo'q. Minib ko'rasiz, ustalarga ko'rsatasiz. To'g'ri, misol $1000 pul topish ham oson bo'layotgani yo'q hozir. Mana do'stlar, ichki holatlar. Shuning uchun iloji boricha endi mayli negativ liboy joyda bo'lgan, hatto Sardor Rahimxon deganiga ham bo'lyapti, Shavkat Zulfiqor degan shunday odamlarni uylik qilayotgan odamlarga ham bo'lyapti. Ularda oldida biz mana do'stlar, polilar qo'yilgan uskalalarida. Qisqasi maqtamay qarab o'zingizlar ko'rib boringlar. Tanaq mashina. Yo'qsa albatta aloqaga chiqasizlar. Diskalarda qisqasi erikmay hamma joyini 25 yangi gaz ballonlarigacha qo'yilgan. Qo'limda zontik bor, shuning uchun ichida neudobno bo'lyapti. 2025 keling zontingizni yumshattiray aka. Mana zapaskani ko'ryapsizlar, ha. Qisqasi mashina xullas. Mana holatini ko'ryapsizlar, ha. Yo'qsa aloqaga chiqarasizlar albatta, mana do'stlar. Lasetti ishqibozlariga alohida syomka qilib beryapman. Qiziqmagan odamlar ko'rmaydi ham, endi qiziqqanlarga-da. Bunisini yili nechi-ku? 2011. Aha. 8 avtomat. Aha. 282 ming yurgan. Mash krilosi bilan orqa kapotda kraskasi bor, xolos. Qolgan yeri top-toza, xudo xolisa. Puli nechi pul aytadi? Pulini 6,5 mingdan beramiz. 6500 kami bor. Qaytarib o'taman. Madad qilib eshitmay qo'yganlar bo'lsa, tikoyingiz bo'lsa ham bartir bor, xudo xolisa. Bo'yiga bor. Rossiyskidan tashqari.
Xo'p, pulni aytdik. Hammasida generalniy chiqadi, xudo xolisa, muammosi yo'q. Bir qator buni ham yengil ishlarini ko'rsatib qo'yamiz. Mana do'stlar. Mashinamiz avtomatda. Ichki holatlari. Qisqasi tikoyingiz bormi? Ular cho'ntagingizda nech pulingiz bo'lsa ham telefon qilib aka, uka desanglar, kelishtirib beradigan xonasi bor, xudo xolasa. Lasetti olaman deb yaxshi niyatda yurgan akalarimizga zo'rlari nasib qilsin ilohim. Shu harakat qilib bir topayotgan joyingiz bo'lsa, ishlab turgan joyingiz bo'lsa, olib lasettilik bo'lib oling deb sizlar uchun ma'lumotni berib o'tib ketyapmiz mana sizlar. Hop, xaridorlar bor yo'q emas, hammasida 3 ta mashinada hozir 3ovda ham lyuklari bilan turibdi. Hop, bunimizni navbatdagimizni buni yili qanaqa edi? 2010 190 ming yurgan avtomat mashina yuklari bilan. Assalomu alaykum. Xo'p, mana 8 avtomat mana do'stlar. Gaz ballonlari qisqasi hamma yo'g'i joy-joyida turibdi. Odamni ko'ryapsizlar, mana Lacetti qiziqqan ishqibozlar ko'p. Aka, siz ham Lacettilarga qiziqyapsiz, xudo xolasa. Men mana akamiz ham ko'ryapti. Buni kraskasi qanaqa buni? Buni kraskasi bitta oldi krilo bilan, oldi eshikni molding tepasida. 190 ming yurgan 1.8 avtomat. O'zimizning nomimizda Liboy dokument bo'ladi. Xudo xolasa. Naqi nech pul bu? Aka 6000 dan o'tib beramiz. 6000 kami bor, xudo xolasa. Mana buni ham ishga gap cho'ntaginglarda nech pul bo'lsa, olib gaplashsanglar bo'ladi. Xo'p. Masa 6,5 mana ko'ryapsizlar, odamlar qiziqqanlar ko'p. Sabab mashinalarning ichida, O'zbekiston ishlab chiqargan mashinalar ichida eng yaxshilaridan bittasi Lacetti. Men tan olaman. Narigan sizdanmi? Aka, bu oltimizning motorlarini bir ko'rsatib qo'ymadi zamon. Hali bitta bir ko'rsatib qo'ying. 11 10. mana shu 13.6 ni motorini to'g'ri aytdi. Motorini ko'rmay qolibman aka. Videolar uchun motor holatlarini bitta ko'rsatib qo'yib o'tib ketaman, xudo xolasa. Mana. Xullas, gazlari bor, 25 qo'yilgan. Konditsioner, bez hamma yo'q joyida. O'zimizning nomimizda aka. Undan ham muammo yo'q, dokumentlar hamma yoqqa chiqaveradi. Gap yo'q, savdingiz bersinlar-ku. Tarsamanglar. Muomala qilib, chiroyli qilib iloji boricha Lacetti minaman deb niyat qo'yganlarga minisi nasib qilsin. Yaxshi kunlarga. Gap yo'q, savdingiz bersinlar-ku. Hop. Hop, ketdik, davom etamiz. Yana ora-orada chiqib qolgan bo'lsa, ko'rsatib o'taveraman. Bu yerda yana bitta turibdi. Lacetti. Hop, hozir so'rab ko'ramiz. Hop, yo'q. Qo'yavering aka, qisqasi. Nima deydi? Qo'ymay qoraylik dedi, bo'pti dedik. Zorimiz bor dedi, zorimiz yo'q. Xo'p. Hop, 120 bor ekan yana bitta. Kimdan ekan bu Lacetti? Bor, sizlardan emasmi, egasi yo'qmi? Aka, sizdan emasmi Lacetti? Sizdanmi? Sizdan emas. Egasi yo'q. Mashinani kelib qolsa ko'rsatib qo'yaman, bo'lmasam nasib endi. Qora do'stlar. Telefon nomerini qo'ymay qo'ramiz deyapti. 2010 avtomat 1.8 $7000 kami bor ekan mana. To'g'ri tushunamiz, har xil odam bor. Telefonga toqati bori bor, toqati yo'g'i bor. Aloqaga chiqaverasizlar deb aytib o'tib ketmoqchi edim, nomerni qo'yavering, qo'ymay qoraylik deyapti. Xo'p, boshqa rangidan so'raganlar, hozircha shu ranglar, boshqa ranglari yo'q. Bu kimdan ekan, Lacetti sizlardanmi? Ko'ryapsizlar, egasi bormi, yo'qmi? Ko'chaga chiqdi. Egasi yo'q, mana ko'rishyapti. Nech pul aytyapti kim buni? Oppoq ekan. Mashina ochiqmi, ha? Baqirib ko'rmadinglarmi? Kelamiz ko'rib egasi. Egasi yo'q. Ichi pokiza ekan. Ishlari pokiza ekan, egasi yo'q ekanda. Xo'p, 12-yil navbatdagi oqimiz 1.6 pokoleniya gazlari ham bor ekan. Zavod eski yumshoq balon. Kraskasi top-tozami? Toza. Qatnacha yurgan shunga. Yurgani qancha aka? 200 mingdan ichi oshdi.
Necha pul aytilyapti mana shunaqalar? Buni aka 7,5 o'tib beraman aka. 1.6 Bir ot avtomat 4-chi paketini gazlari, propanlari bilan. top toza ekanda mashina. Sapachovlari ham Sapachovlarigacha toza. Qisqasi, aka variant barterlar bo'lyaptimi? bank, bater, bor. Necha pul bo'lishi kerak bankka? 3,5 dan chiqadi aka. 3,5 bo'lsa, u yoqqa o'zingizlar yordam beraverasizlar. Yordam berib 55 millionga olib chiqamiz. Bitta gazini ham ko'rsatib qo'ying-da aka, mana 4-chi pakaleniya propanlargacha mashina shumka ekan-a. Propan ekan. Oldin metan bo'lgan ekan, keyin shunga qo'ygan ekan. Mana. Qancha qo'shdi? Hop, ichki holatlari mana bular. Ko'rib borasizlar. Avtomat 1.6 so'raganlar. Bittasi aka so'rovdi. Hop, 1.6 toza avtomatidan deb. toza. Endi ashunga yaqinroq qilib aka necha pul anaqa beramiz aka? Yaqinroq qilib. Aka bo'lishini aytaymi? Ana aytib boring-chi. 7200 ga beraman. Berib yuborasiz. Berib yuboraman. Toza. Top toza aka, o'z 100% tekshirib olganmiz aka buni. Tozaga baraka qilamiz, bitta petno chiqib qolsa $100 beraman. Generalni chiqadi. Generalni oldi sot hammasi chiqadi aka. Nomerni aytib qo'ying aka. 93lik 478 0550. 93lik 478 0550. Aloqaga chiqarasizlar. Hech qanaqa muammo yo'q ekan dokumentda mana do'stlar. Xullas sog' bo'linglar, kelayotgan bayram bilan yana bir bor tabriklayman. Bittadan like bosib, Qodirovdi aka. Bittadan like bosib qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin do'stlar. Gap yo'q aka.